Assalamu alaikum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rib atqaninglar Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining Abdul xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mushu bir hafta jarayonida radiomizda berilgan bir qism muhim xabarlarni takrorlab o'tamiz. Men Erkin. Men Gulchehra. İctimai taratqularda o'tgan juma kuni Gomin oysida odam bomba hujumi yuz berganligi haqida xabarlar tarqalgan edi. Halbuki Xitoy taratqullari mazkur voqeaning tafsiloti haqida hech qanday xabar bermadi. Goman aysidagi yerlik aholilar radiomizga uchur berib, shu kuni kuchlik portlash ovozi anglaganligini, saqchi avtomobillarining kechacha doktorxonaga kirib chiqib turganligini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, 2-oyning 13-kuni juma namozidan keyin beliga portlatqich bomba tangan shu yerlik bir Uyg'ur yosh bir saqchini chin quchoqlab bosgan. Atrofdagi boshqa saqchilar yopirilib kelib uni tutmoqchi bo'lganda bomba portlagan. Bunun bilan naq maydonda 8 nafar saqchining o'lganligi va 30 necha saqchining yaralanganligi ma'lum bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, dushanba kuni Qarqash noyisining Purchaqchi yezisida yana bir qonliq voqeaning yuz berganligi ilgari surilmoqda. Radiomizning egallishicha, Purchaqchi yezisi tavalligida yashaydigan bir Uyg'ur kishi o'z uyini tekshirish uchun bostirib kirgan saqchilarga qarshilik ko'rsatgan. Ya'ni saqchilarning zo'ravonligiga zo'ravonlik bilan javob qaytargan. Natijada amalsizlikdan qo'liga pichoq olgan bu Uyg'urni Xitoy qurolli saqchilari naq maydonda o'q chiqarib etib tashlagan. Bu Qarqashning Purchaqchi yezisida o'tgan yildan buyon yuz bergan ko'p qitimliq qarshilik ko'rsatish harakatlarining eng yaqinqisi ekanligi ma'lum. Dünya Uyghur Qurultayıning raisi Rabia Qadri xonim o'tgan juma kuni Amerika parlamentini ziyorat qilib, parlament a'zosi James McGovern bilan ko'rishgan. Ko'rishishda Rabia Qadri xonim navbatdagi Uyg'urlarning vaziyati va Xitoylarning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan milliy diniy zulmlarini anglatgan. McGovern Rabia Qadri xonimga o'zining eng zo'r imkoniyati ichida Uyg'urlarning real ahvolini Amerika Davlat Majlisiga anglatadiganligini bildirgan. James McGovern Amerika Davlat Majlisi Tashqi ishlar komitetining a'zosi, Tamlantos kishilik huquq komitetining raisi va Amerika Kongressining a'zosi qatorliq vazifalarni o'tayotgan kishidir. Radiomizning Charchan noyisidan egallishicha, yaqindan buyon mazkur noyiga qarashliq idora organlaridagi ishchi xizmatchilar bilan yez kentlardagi dehqonlar majburiy safarbar qilinib, yo'l qurilishi va qumdan mudofialanish to'sig'i yasash amgiga selingan. Charchandagi ma'lum bir Uyg'urning radiomizga bildirishicha, noyilik hukumat 5 fevraldan 12 fevralgacha bir tuman kishini harakatlantirib, hashar shaklini olgan majburiy amgakka solganligi ma'lum. Munosabatlik uchurlardan ma'lum bo'lishicha, Charchanda maxsus qum to'siq yasash qurilishini asos qilgan hashar amgigining 17 yildan buyon izchil davomlashib kelayotganligi ilgari surilmoqda. 31 yanvarda Xitoyning Uyg'ur elidagi hukumat taratqullari xabar berib, aholilarning shaxsiy yanfollarini boshqarish bo'yicha yangi belgilama chiqarganligini e'lon qilgan edi. Xabarda deyilishicha, Uyg'ur eli tavasida yanfon, kompyuter va boshqa ijtimoiy aloqa uchur uskunalari sotadigan do'konlar birdak xaridorlarning kimligi va boshqa shaxsiy uchurlarini tizimlab olib, soqchixonalarga yo'llash talab qilingan. Yaqında Kalpin tavasidan ziyoratimizni qabul qilgan bir Uyg'ur ayol bu haqda uchur berib, doiralarning bu yangi belgilamaning yaqında Kalpinda amallashish oldida turganligini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, doiralarning pat yaqinda aholilarning yanfollaridagi koni sim kartini yig'ib olib, o'rniga yangidan tizimga ilingan sim kart tarqitib bermoqchi bo'layotganligi Kalpin xalq orasida xotirjamsizlik paydo qilmoqda ekan. 2 kundan buyon ijtimoiy taratqularda Qog'liq noyisida to'qinish yuz berganligi, to'qinishda bir dona saqchi avtomobilga o't qo'yilganligi va bir qancha kishining o'lib yaralanganligi haqida uchurlar taraldi. Radiomizning egallishicha, mazkur voqea 16 fevral kuni kech soat 9 atrofida Qog'liq noyilik 1-boshlang'ich maktabining udulidagi bir talla bozorining oldida yuz bergan. Vaqada az deganda 3 kishining o'lganligi ma'lum. Oshkorlanishicha, mazkur voqea Qog'liqning To'gichi yezisidagi ota-bola bir oila kishilar bilan munosabatli ekan. Vaqa jarayonida ota-bola 2 yildan etib etilgan. Yana bir kishi doktorxonaga opirilgan. Qog'liq noyilik doktorxonadagi bir doktor o'zining shu kuni yaralangan 2 saqchini tekshirganligini, ammo voqeaning tafsiloti va boshqa ishlardan xabarsiz ekanligini bildirdi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Abdul xabarlar programmamizni ko'rdinglar. Kevaratda ko'rishaylik. Aman bo'linglar. Xayr xo'sh.